O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Ra'no Shodiyeva haqida yomon xabar tarqaldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Ra'no Shodiyevani oxirgi 3 haftadan beri bezovta qilayotgan tinimsiz shamollash nafaqat uning sog'ligiga, balki ruhiy holatiga jiddiy ta'sir qilayotgani haqidagi intervyusi san'at olamini larzaga soldi. Instagram orqali bergan murojaatida u uzoq yillik mehnat, kecha kunduz syomka maydonlarida charchab yurish, oila va san'at o'rtasidagi bitmas tuganmas o'yinlar uni qanday darajada holdan to'yganini achchiq tan oldi. Shamollashim o'tmay qo'ydi deydi aktrisa. Negaki organizm dam ololmayapti deydi u og'ir nafas olib. Ra'no Shodiyevaning aytishicha, ayniqsa so'nggi yillarda shou biznesdagi beshafqat raqobat, bir-birini ko'rolmaydigan, o'ziga shan olib, hech qanday qiyinchilikdan qaytmaydiganlar ko'payib ketgan. Bunday muhitda toza qalb bilan san'at qilish juda mushkul deydi aktrisa. Aktrisaning eng katta orqa suyagi bo'lgan ota-onasi ham qizining bunday holatini ko'rib tashvishda. Ularning aytishicha, Ra'no Shodiyeva bolaligidan mehribon, mehnatkash, o'z maqsadiga yetish uchun tinmay izlanadigan qiz bo'lgan. Ammo bugungi san'at maydonidagi tuhmat, kimningdir yurish-turishiga qarab chiqadigan bo'lmag'ur gap so'zlar uning yuragiga og'ir botmoqda. Farzandlari esa onasining og'ir betobligini his qilib, doim yonida bo'lishga harakat qilishyapti. Onasi ijod qilolmay qolsa, bizga ham oson bo'lmaydi deydi ulardan biri. Chunki Ra'no Shodiyeva uchun san'at nafaqat ish, balki nafas, hayot tarzi, ruhiy ozuqa. Shu bilan birga Ra'no Shodiyeva o'z intervyusida san'atdagi ayrim do'stlar haqida ham tanqidiy fikrlarni yashirmadi. Aytishicha, unga yaqin bo'lib ko'ringan ba'zilar faqat manfaat bo'lganida qo'llab-quvvatlagan. Vaqt kelib o'zi qiyinchilikka duch kelganida ortiga qarab ham qo'ymagan. Bu holat uning hayotiga qarashini o'zgartirib, kimga ishonish, kimdan uzoq yurish kerakligini aniq tushuntirgan. Shuningdek, u shu kunlardagi og'ir holatiga qaramay o'zini ruhan sindirmaslikka harakat qilayotganini, Alloh nasib etsa, tez orada sog'lom holda yana ijodga qaytishini ta'kidladi. Chunki uning aytganiga ko'ra, uning qalbida hali to'ldirilishi kerak bo'lgan rollar, ommaga yetkazilishi kerak bo'lgan yurak so'zlar bisyor. Hozircha esa u shifokorlar tavsiyasiga amal qilib dam olish, sog'ligini tiklash, oilasi bag'riga tinchlik topishga urinmoqda. Aktrisaning bu og'riqli, haqiqatga yo'g'rilgan intervyusi ko'pchilik tomonidan xayrixohlik bilan kutib olindi va uning tezroq shifo topishi, yana sahna va ekranlarda ko'rinishi uchun duolar aytilmoqda. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.